eng yorqin namunasi. Qancha vaqt o'tmasin, qancha marta bu multfilm haqida gapirmay, baribir vaqti bilan unga qayta fikr yuritaman. Bugun keling, ustoz Ugway dunyoqarashiga diqqat bilan nazar tashlaymiz. Rostini aytsam, siz hech o'tirib, soatlab bir multfilmdagi qari toshbaqaning, ya'ni multfilmda kung-fu bilan shug'ullanadigan insonlashtirilgan hayvonlarning o'zaro aloqalarini o'ylab ko'rganmisiz? Ehtimol faqat bir necha soat vaqt ketgandir. Lekin ustoz Ugway bilimlar ombori kabi. Men uni hech ikkilanmasdan barcha zamonlarning eng dono multfilm qahramoni deb atashim mumkin. Ugway butun Kung Fu Panda trilogiyasining asosiy g'oyasini anglash va yechish kalitidir. Hozir esa men sizga o'sha buyuk g'oyani to'liqroq yetkazmoqchiman. Men uchun aynan shu tufayli Kung Fu Panda tarixdagi eng yaxshi multfilmlardan biri hisoblanadi. Kino san'atida qari ustoz obrazidan foydalanish qadim zamonlardan beri mavjud. Ko'pincha bu qahramon faqat dekorativ rol o'ynaydi, go'yoki falsafa berib so'ngra voqeadan chiqib ketadi. Lekin Kung Fu Pandada hammasi butunlay boshqacha. Ustoz Ugway bu oddiy o'rgatuvchi emas, u butun hikoyaning asosidir. Uning falsafasi trilogiyaning boshidan oxirigacha hamma narsani belgilaydi. Hatto men ikkinchi qismni unchalik xushlamasam ham, u ham Ugwayning ta'siri ostida yaratilgan. Endi ustoz Ugwayning dunyoqarashiga qaytaylik. Men sizga bir savol berishni istardim. Nega ustoz Ugway aynan Poni ajdaho jangchisi sifatida tanladi? Javob oddiydek tuyuladi. Ugway tabiat bilan aloqa qiladigan sehrli toshbaqa. Ammo diqqat bilan qarasangiz, hammasi unchalik oddiy emas. Ugway haqiqatan ham kelajakni ko'ra olganmi? Yoki u shunchaki aqldan ozgan qari toshbaqami? Bu savolni berishim bejiz emas, chunki bu trilogiyada ustoz Ugwayga ikki xil yondashish mumkin. Birinchisi u mukammal mavjudot, koinot sirlarini biladigan ustoz. Ikkinchisi esa u shunchaki biroz telba qari toshbaqa. Va men sizga aytmoqchimanki, ikkinchi variant, ya'ni telba toshbaqa deb qabul qilish, hikoyani va uning ma'nosini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Ugwayning dunyoqarashi ko'p jihatdan buddizm, taoizm va sitoitsizm bilan uyg'unlashgan. Asosiy fikr shuki, biz faqat hozirgi lahzani yashayapmiz. Na kechagi, na ertangi kun muhim emas. Ugway Poga shunday o'rgatadi. Kecha tarix, ertaga sir, bugun esa sovg'a. Shuning uchun uni hozirgi lahza deb atashadi. Po birinchi qismda ajdaho jangchisi sifatida tasodifan tanlangach, bu holatda shokka tushadi. U bunga loyiq emasligini o'ylaydi. Ammo Ugway unga bu so'zlarni aytgach, bu o'z hayot tarzini o'zgartiradi va ilk marta to'liq hozirgi lahzada yashay boshlaydi. Aynan shu yondashuv uni Shifuning va butun vodiyning sinovlariga dosh berishga undaydi. Ustoz Ugway o'lgandan so'ng Shifu o'z barqarorligini yo'qotadi. Chunki endi u kelajak uchun qayg'ura boshlaydi va hozirgi lahzani unutadi. Bu esa bunday qilmaydi va hozirgi lahzada yashashni davom ettiradi. Bu unga Tailongga qarshi g'alaba qozonishga yordam beradi. Barcha qahramonlar Shifu, Tailong, Shen va boshqalar o'z hayotlarini nazorat qilish illyuziyasiga berilib ketishgan. Ular hamma narsani boshqarish mumkin deb o'ylashadi, lekin Ugway ko'rsatadiki, sen shaftolining urug'idan olma daraxti o'stira olmaysan. Bu fikr juda chuqur ma'noga ega. Hayot nazorat qilib bo'lmaydigan hodisalar to'plamidir. Buning